Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh. Savdogarlar ustozi birinchi kitobimizni davom etamiz. Keyingi joyimiz Abdullohdan xaridor xursandilda savdoda asosiy e'tibor beradigan joyimiz bor ekan. Ish vaqtida diqqat e'tiborni xalqning roziligi va qanday qilib ularga sifatli xizmat qilishda bo'lsa, shundagina undan 9 baraka sizniki bo'ladi deyilgan ekan. Bu ustozlarning nasihatlari ekan. Ya'ni kimdir molni qaytib bersa, unga norozi bo'lmasdan to'g'rilicha o'sha pulini to'liq qaytarib berish kerak ekan. Bu juda ham muhim ekan. Bundan ustozdan ham misol keltirishgan. Abdulloh ibn Muborak ham xuddi shunaqa qilgan ekanlar. Ustozga xos shogird bo'lgan ekanlar. Ya'ni kimdir o'sha narsalarni qaytarib olib kelsa, to'g'rilicha javob bergan ekanlar. Shuning uchun biznes qilayotganlar yoki qilmoqchi bo'lganlar asosiy maqsad xalqni rozi qilish va ularga sifatli xizmat qilishda bo'lish kerak ekan. Bu oltin qoida ekan. Buni juda ham katta manfaati bor ekan. Boshqa kitoblarda ham hali yoziladi shunga o'xshagan narsalar. Keyin Abdulloh ibn Muborak juda ham aniqlikda ishlagan ekanlar. Hatto bir oylab rejalari oldindan tayyor bo'lgan ekan. Kitob yozish uchun alohida mehr berar ekanlar. Kitob uchun yaxshi vaqt ajratar ekanlar. Ko'p holatlarda kitob yozayotganlarida o'zlarini savdo ishlarini boshqaga yuklatib, o'zlari asosan shu kitob bilan band bo'lar ekanlar. Shuning uchun yana o'sha yig'inda aytgan ekanlarki, kimning maqsadi bo'lmasa, maqsadi borlarga xizmat qiladi degan ekanlar. O'sha paytda hamma jim bo'lib qolgan. Nimagaki hamma ichida o'ziga o'zi savol beryapti. Hozir misol uchun biz ham o'zimizga savol berishimiz kerak. Maqsadi borlar maqsadi yo'qlarga xizmat qiladi deganda, men maqsadi borlarga xizmat qilyapmanmi yoki maqsadim sari qadam tashlayapmanmi degan savolni ko'proq o'ziga berish kerak ekan. Bu juda ham muhim ekan. Odam o'zi uchun ham maqsad qo'yib, o'sha maqsadiga qarab yurish kerak ekan. Hozir misol uchun biz ham qilayotgan ishlarimiz ko'p holatlarda maqsadi borlar uchun xizmat qilayotgan bo'lib chiqarkanmiz. Yaxshilab e'tibor bering. Keyin shu joyda aytgan ekanlarki, kitoblarim va savdo ilmim kelajakka biz bitta yetib borish kerak. Shundan tashvishlanyapman debdilar. Chunki musulmonlar boyib ketsa, musulmonlarning qo'lida savdo ishlari bo'lsa, halol haromni, riboda farqiga borishadi, halol ishlashadi. Agar musulmon boyib ketsa, islom dini agar musulmonlardan boylik olib qo'yilsa, ya'ni boshqa din vakillari boyib ketadigan bo'lsa, musulmonlarni boylikka nisbatan nafratlantiradigan qilib hadisni sharhlaydigan bo'lsa, ba'zi imomlar musulmonlar kambag'allashib ketgandan keyin boshqa din vakillari boyib ketadi va musulmonlarga ayovsiz zulmlar va tahqirlar ostida qolishadi deyilgan ekan. Shuning uchun din ulamolari ko'proq boylikda ikki dunyoga manfaat beradigan yo'llarini tushuntirish kerak ekan. Boylikda nafratlanishni emas, boylikni ikkala tomonga ham mumkin bo'lgan yo'llarni ko'rsatib berish kerak ekan. Ular aslida ummatni ikki dunyoga uchun qattiq harakat qilishga chaqirish kerak ekan. Keyin o'sha haqida o'sha imom domlani hadisni noto'g'ri sharhladi deb tushuntiribdilar. Keyin xullas tirikchilik, harakat, nimagadir pul topishga harakat qilayotganda halol tirikchilik qilish, to'g'ri tijorat yuritish ham ibodat ekanligini tushunib yetish kerak ekan. Halol rizq qilyapsizmi, tirikchilik qilyapsizmi, demak bu ikki dunyoga manfaat beradigan ibodat darajasida bo'lishi mumkin ekan. Shu hadislarda dunyoga ham oxiratga ham foydasi borligini tushuntirish kerak ekan. Bizning imomlar ham bergan qo'l olgan qo'ldan afzal ekanini, zakot beradigan boylar ko'payishi kerakligini jumlalarga eslatsa, ya'ni olgan qo'l bergan qo'ldan afzalligini, olgan qo'ldan afzal, ya'ni beradigan odam doim aziz bo'ladi. Zakot beradiganlar ko'paysa, ko'p joylarda yengillik bo'ladi. Boylar ko'paysa, tadbirkorlar ko'paysa, xalq boy bo'ladi. Yo'llar, shaharlar obod bo'ladi. Muhtojlar qiynalmaydi. Ishsizlar ish bilan ta'mirlanadi. Odamlarni qo'rqitmasdan boy bo'lishga, moliyaviy mustaqillikka, puldor bo'lib jannatga olib boradigan sadaqalarni qilishga targ'ib qilish kerak. Shunda qiyomatgacha musulmonlarning qo'li baland bo'ladi. Bu adolat bo'ladi degani deyishgan ekan. Haqiqatdan
ya'ni insonlar musulmon boy bo'lsa savdo halol pokiza bo'ladi, to'g'ri bo'ladi, qoida qoidalarga rioya qiladi Allohdan qo'rqqani uchun. Natijada shaharlar, qishloqlar hamma joy rivojlanadi, obod bo'ladi, odamlar qo'rqmasdan bemalol savdo qiladigan bo'ladi, bir biri bilan muloqot qiladigan bo'ladi. Bu adolat degani, ya'ni qiyomatgacha musulmonlarni qo'li baland bo'lishi bu adolat degani. Ya'ni musulmonlar doim baland bo'lsa bu adolat degani. Ya'ni hamma joyda Allohdan qo'rqib, birovni haqqiga xiyonat qilishmaydi, to'g'ri yo'lda yurishadi degani. Keyin yana kitobni yo'qolib ketishi haqida gapirishgan ekan. Juda ham ba'zi o'sha davlatlar o'sha paytlarda sulton kitob yo'qolib ketmasin deb bir joyga hammasini jamlab olib, uni insonlarga bermas ekan, ya'ni o'qitmas ekan. Bu kitobni yo'qotishda eng katta yo'l ekan. Kitobni uyingizga olib kelib olib turib, hozirda ham misol uchun o'qimayotgan kitoblaringiz bo'lsa, o'shani o'qish kerak ekan. Imkon qadar bo'lmasa boshqalarga berib yuborish kerak ekan. Bu uyingizga olib kelib saqlaganingiz kitobni yo'qolib ketishiga sabab bo'lishi ham mumkin ekan. Shu joyga yaxshilab e'tibor berib qo'yish kerak ekan. Biz kitobni yig'yapmiz-ku, lekin qachondir shu bozorlarda tugaydi shu kitob. Shuning uchun o'sha kitobni yo'q bo'lishiga emas, uni tarqalishiga xizmat qilishimiz uchun kitoblarni ham berish kerak ekan kimlargadir. Hop, yana mana bu yerda aytganlarki, avlodlarimiz agar insofli shohlar boshqarmasa, dinni unutsalar, o'zlari va qarindoshlarini ta'minotini qilolmasalar, ishchi o'rin yaratishga tirishmasalar, boshlariga ko'p ko'rgilik yog'iladi. Xudo asrasin ularni. Ammo islom dini hamisha g'alaba qozonadi. Shu umid bilan kitob yozaman, avlodlarim baribir kitoblarimni topfolashadi deb yozishgan ekan Abdulloh ibn Muborak. Haqiqatda juda ham ma'noli gaplar. Abdulloh ibn Muborak biznesda yo'q demagan ekanlar. Hop, Abdulloh ibn Muborakning gaplarida ilm oluvchi, o'rganuvchi, hatto daryodagi baliqlar ham baraka tilaydi. Ularni Alloh taolo kechirishini so'rab duo qiladi. Shunday ekan, o'quvchilikni tashlamayman, ya'ni doim ilm olishda bardavomman degan ma'noda gapirgan ekanlar. Ya'ni ilm oluvchi, o'rganuvchini baliqlar ham Allohdan gunohlarini kechirishini so'rab turar ekan. Shuning uchun tijorat qilib, ilm olishdan ham to'xtamagan ekanlar. Tijoratda hech qachon yo'q so'zini ishlatmagan ekanlar. O'zlarida bo'lmasa boshqasini topib berishga harakat qilgan ekan. Mijozlarning ko'nglini olish, uni rozi qilish asosiy vazifalari bo'lgan ekan. Savdodan asosiy vazifa ularni ko'nglini olish va ularni rozi qilish bo'lishi kerak ekan. Yana bitta narsa aytgan ekanlar, ota-onangiz duolarini olib turganingiz uchun baraka bo'ladi deb. Barakaning asosiy mazmuni ota-onadan duo olish ekan. Ota-onaning duosi eng asosiy narsa ekan. Ko'p holatlarda biz shuni unutib qo'yar ekanmiz. Omonat dunyoda ota-onamiz uchun ajratgan pulimiz baraka omili bo'lar ekan. Savdoyingiz shuning uchun gullayveradi. Holidan xabar olsangiz jannat eshiklari ochiladi. Ha, mayli, aslida shu ota-onaga ajratilgan pul bizga baraka olib kelar ekan. Shuni juda ham katta e'tibor berish kerak ekan. Ishlatib topgan pullarda shu baraka omili deb qarash kerak ekan shunga. Hech qachon birovning ilojsizligi va xalqning noilojligidan foydalanib dunyo orttirmang degan ekanlar. Bunga ham juda ham katta e'tibor berar ekanmiz. Ya'ni kimnidir qiynalib turganidan foydalanib, unga biror narsani topib bergandan keyin undan pul olib boyib ketishni xohlamaslik kerak, istamaslik, niyat qilmaslik kerak ekan. Shu tomonda hozirda juda ham qiyin vaziyatlar bo'ladi. Misol uchun, kimgadir bir joyda kerakli narsa bo'lsa, o'shani tarqatish mobaynida boylik orttirib olaman degan ma'noda niyat qilinsa bo'lmas ekan. Birinchi bo'lib ularni rozi qilish, ularni xursand qilishni niyat qilinsa, u pulni o'zi kelaverar ekan. Hop, keyin albatta qalb boyligi deyilgan. Hop, talabalarga tushuntiryapti ustoz. Boy musulmonni zimmasida, kimki boy bo'lsa zimmasida nimalar bor ekan? Boy musulmonni zimmasida o'zgalarni boylik sari to'g'ri boshlash bor ekan. Sadaqa va ihson qilish, odamlarni ish bilan ta'minlash, jamiyatga yangilik olib kirish, ilm oladigan va olimlarga yordam berish majburiyatlari bor ekan. Ya'ni birinchi bo'lib boy musulmonga boshqalarni boylik sari to'g'ri boshlash, ya'ni boshqalarga shu boy bo'lishlariga yordam berish ekan, to'g'ri yo'naltirish bilan.
sadaqa va ehsonlar qilish, odamlarni ish bilan ta'mirlash orqali, misol uchun boylikka sari yetaklashar ekanku, ish bilan ta'mirlash ekan, jamiyatga yangilik olib kirish kerak ekan, ya'ni foydasi tegishi kerak ekan shu qilayotgan ishini. Ilm oladigan va olimlarga yordam berish kabi majburiyatlari bor. Shuning uchun boy bo'lishga qaror qilgan odam xasislikdan voz kechishi, ko'nglini keng qilib ishlashi kerak. Boylikni qalbiga kirib olib vasvasa qilishiga yo'l qo'ymaslik kerak ekan. Judayam katta shu manfaat beradi shu ilm. Shuni yozib ham qo'yish kerak. Ya'ni boy bo'lishdan asosiy maqsad xasislik qilmaslik hamda ko'ngilni keng qilish kerak ekan. Lekin shu joydagi qoidani buzishlik natijasida ham ko'p joylarda shu qalbga kirib qolar ekan. Demak, qalbga kirmaslik uchun xasislik bilan ko'ngilni keng qilish kerak ekan. Xasislikni ko'ngildan chiqazib tashlab, ko'ngilni keng qilishlik boylikda qalbiga kirmaslikka yordam berar ekan. Hop, hadis shariflarda tadbirkorlik, tirikchilik, halol rizq topish, boy bo'lish haqidagi o'rinlarni sharhlab yozadigan kitobxonlarga juda kitob yozuvchisiga homiylik qilgan ekanlar Abdulloh ibn Muborak. Musulmon boy bo'lishi kerak, shunda dunyoda adolat hukm suradi, ishsizlik kamayib, insonlar baxtli yashaydi, yo'qsinlar toptalmaydi, ilm or qilinmaydi, o'quvchi va tadbirkor kamsitilib, obro'lari to'kilmaydi, ayollar ishlash uchun tashqariga chiqmaydi, islom dini yomonotliq qilinmaydi. Mana shu joyda ham juda ham katta narsa bor. Misol uchun onlayn biznes qilmoqchi bo'lganlar ko'p holda uyda turib pul topaman deydi, lekin aslida maqsadda shunday qo'yish kerakki, men uyda turib pul topamanu, ayollarni ko'chaga chiqib qidirib yurmasidan uyga yetkazib beraman degan ma'noda ham qo'yib qo'yish kerak ekan. Ayol kishini tashqariga chiqmasligini ham niyat qilish kerak ekan. Men ham xuddi shu maqsadda bir ish qilgan edim. Ya'ni ayollarimizni ortiqcha ginekologga bormasliklarini, ko'chaga chiqib qiynalmasliklarini niyat qilib bir ish boshlagan edim. Allohga shukr, natijalari yomon emas, yaxshi. Shu musulmon boy bo'lsa, ishsizlik kamayarkan, odamlar baxtli yashaydi, ilm xor qilinmaydi, o'quvchi va talabalar kamsitilmaydi, tabiblar deyilyapti, ya'ni obro'lar to'kilmaydi. Doim musulmon ularni qo'llab-quvvatlab turadi, ular ilmda bardavom bo'ladi. Keyin shu joyda yana bitta narsa aytilgan ekanki, biz ishlarimiz yaxshilanayotgan vaqtida yaxshilab e'tibor berishimiz kerak ekan. Biz ozgina harakat qilayotganmiz, hozir qolganini Alloh taolo bitirib borar ekan. Bugungi tirikchilik, savdo, oila tebrash haqidagi tushunchalar juda ham soyos qaraladi deyilyapti. Parvardigor sendan harakat, mendan baraka qabilida ish tutyapti, ammo banda shu ozgina harakatni ham qilmayapti degan ma'noda gapirishyapti. Ya'ni Alloh taolo ozgina san harakat qilsang, men barakani berib qo'yaman degan, shu narsani ham musulmonlar qilmayapti degan ma'noda gapirishgan ekan. Keyin Abdulloh ibn Muborak ishga olishdan oldin savollar tuzib chiqqan ekanlar. Haqiqatda buni biz hayotimizga ham qo'llasak bo'ladi. Misol uchun biz o'rtam bir ish qilayotganimizda insonni avvalambor ismi sharif nasabini bilishimiz, yashash joy ijtimoiy muhitini, Qur'oni Karimdan necha bor o'tlagani, hadis sharifda nechog'li tushunishini, tavakkulchiligini, maqsadlari haqida so'rash kerak ekan. Maqsad juda ham muhim ekan. Qanday orzulari borligini, ish borligi haqida kimdan eshitganligini va ishga olsak savdoga qanaqa yordam bera olishligini, qanaqa foyda keltirishligini so'rash kerak ekan. Maoshi qancha bo'lishini ham so'ragan ekan. Shu savollarda ketma-ket yozib olgan ekanlar. Hop, yaxshi gumoni eng birinchi o'rinda, yaxshi gumonda, ya'ni doimo yaxshi tomonlama o'ylaydigan, har qanday ishdan yaxshilik umid qiladigan va aniq maqsadi borlarga qiziqishar ekan. Demak, biz ham hozir shu ma'noda o'zimizni o'zgartiryapmiz, ya'ni yaxshi gumon qilishga o'zimizni o'rgatyapmiz. Doim ishlarni yaxshi tomonini ko'rishga, umid qilishga harakat qilib, aniq maqsad qo'yishga harakat qilyapmiz. Shu insonlar bilan ishlagan ekanlar. O'sha yerda ustoz aytyaptilarki, maqsadingiz aniq bo'lsin, noaniq maqsad sari yursangiz natija ham noaniq bo'ladi. Yuraveraylikchi, oldimizda bir nimalar chiqib qolar qabilida ishni natijasi haqiqatdan bir nima, ammo noma'lum nimadir bo'ladi. Maqsadingiz sultonlarni shoshirib qo'yishi, insonlarga foyda keltirish kerak. Alloh taolo maqsadingizni rivojini bersin degan ekanlar ustoz. Haqiqatda juda ham to'g'ri. Alloh taolo qarz oldi berdilardan tortib
qilinajak ishlarni yozib qo'yishni aytgan ekan. Shuning uchun Qur'oni Karimda shu haqda berilgan aql egalari uchun tavsiya bor ekan. Aql egalari uchun tavsiyalardan biri maqsadlarini, rejalarini yozib qo'yish kerak ekan. Niyatlarni yozib borish kerak ekan. Maqsad, rejalarni yozish aniq ekan. Bugungi insonlarga foyda keltirayotgan ishlarni orzu qilaman. Ya'ni Abdurahim ibn Muborak butun dunyoga foyda keltiradigan ishlarni orzu qilishar ekan, maqsad qilishar ekan. Ularni eslardan chiqmasligi uchun doim varaqqa yozib qo'yar ekanlar. Shunda yozganlaridan keyin eslaridan chiqmas ekan va qalblariga joylashar ekan. Qalbga o'rnashgan narsani ta'siri sekin-sekin a'zolarda seziladi, ya'ni harakat qila boshlaydi. Qorni ochganda ovqatga intilganidek maqsadlarga yetish uchun tinimsiz harakat qiladi. Sen ham maqsadlaringga yozib qo'ygin, miyangdagi yaxshi fikrlarni qog'ozga tushirgin degan ekan. Haqiqatdan buni biz o'sha reja tuzish haqidagi suhbatlarimizda ham o'tdi edi kitobda, samaradorning 21 usuli deb. Shunda aytilgan maqsadni yozib qo'ysa organizm o'shanga yarasha kuch yig'ar ekan. Noaniq bo'lsa o'sha maqsad o'sha organizm ham noaniq kuch yig'ar ekan. Shuning uchun imkon qadar maqsadlarni varaqqa yozib qo'yilganda shunga qarab qalbga ko'char ekan, qalbdagisiga, qalb a'zolarga buyruq berar ekan, shunga qarab harakatlanar ekan. Endi bu yerda yana ustozni gaplari bor ekan. Hech qachon haqni aytishdan qo'rqmang. Alloh taolodan qo'rqqandan hamma qo'rqadi. Mana shu oltin qoida. Alloh taolodan qo'rqqandan hamma qo'rqadi. Ya'ni agar siz Alloh taolodan qo'rqayotgan bo'lsangiz, sizda hamma qo'rqar ekan. Savdoyingizni kengaytirib, ilmlarni tarqating deyapti. Boy bo'linglarki, ta'madan qutulasiz deyapti. Boy bo'lsa, insonlarga ta'ma qilmas ekan. Obro'laringizni doim saqlab yurasizlar. Dushmanlaringdan doim bir qadam oldinda yuringlar. Men degan ekanlar ustoz vafotlaridan oldin. Yana ustoz vafot etganlarning g'asoldi gapi bor ekan. Ustoz bizni tashlab ketdilar. Bir umr ilm izladilar. O'rganish uchun birovdan hech qachon bir nima ta'ma qilmadilar. 40 yil yelkalari ko'rpa ko'rmadi, uxlamadilar demoqchi bo'lgan ekanlar. Shunday ko'p ilm jamladilarki, qiyomatgacha ummatni charchatadigan darajada ilm oldilar, ilm to'pladilar degan ekanlar. Haqiqatdan juda ham ta'sirli so'zlar. Demak, biz mo'l-ko'lchilikka shukur, balolarga sabr, qazoyi qadarga rozi bo'lishimiz kerak ekan. Ustoz yana o'gitlari bor ekan. Molni aybini aytib sotishlik, savdo ishi taqvodan ayro bo'lmasligi, ilm olishda va uni tarqatishda to'xtamaslik, tijoratlaringiz namozga xalal bermasin debdilar. Riboga aralashmang, zamonni yaxshi anglagan va shunga mos harakat qiling deb. O'zlariga ibodat va mehnatni ruhlantiring. O'zgalarni ibodatga va mehnatga ruhlantirish kerak ekan. Har bir ishingiz, harakatlaringizda, so'zlaringizda odobli musulmonligingiz bilinib tursin. Ishlaringizni ortga surmang. Har bir keyinga qoldirilgan ish kuchini yig'ar ekan. Demak, qancha ish ko'p qoldirsangiz, shunchalik kuchligingizni olib qo'yar ekan o'sha ish. Buni biz ilmiy tomondan ham ko'p suhbatlarda gaplashyapmiz-ku. Keyinga qoldirilgan ish albatta kuchimizni olib qo'yar ekan. Mazmunsiz narsadan o'zini tiygan odam eng baxtli odam. Atrofingizdan do'st, qarindoshlar, tanishlarni foydali ishlarni targ'ib qiling. Shuhratga o'chi bo'lmang, g'ururga berilib ketmang deyilyapti. Boylikni Alloh taolo beradi, o'zi ato etganini qaytarib olishi ham mumkin deyilyapti. Shuning uchun ehtiyot bo'lar ekanmiz, shuhratga uchmaslik, g'ururga berilib ketmang. Boylikni Alloh taolo berdi, Alloh taolo qaytib olishi ham mumkin ekan. Shuni har doim yodimizda tutar ekanmiz. Vaqtlaringiz rozi bo'linglar.